Hammaga salom. Bugun sizlar bilan ko'rsatib o'tadigan narsam bu page, web page'larni qanday qilib turib screenshot qilishni ko'rsatib o'taman. O'zimiz screenshotga o'xshagan bo'lishi mumkin-ku deyish mumkin, yo u boshqacha tayyor screenshot. Xo'p, bizda qayerdan kelib qoldi? Maktab hisobotlarini davomatni varaqqa olish kerak ekan, kopiya qilib o'tiribdi va men o'zimni g'oyamni berdim. Xo'p, birinchi qilgan ishim, shu nuqtani bosamiz, extension qismiga, manage extension qismini bosdim va bu yerdan Chrome Web Story qismiga o'tamiz va bu yerga yozamiz page full screen bosamiz va bu yerda menda o'rnatilgani uchun remove turibdi, sizlarda install turadi va o'rnatib ruxsat berasizlar. Edit yoki above adashmasam shuni ruxsat berish chiqadi. Razрешить. Va sizlarda ham mana bu qismida, mana bu qismga tushib qoladi. Shu qismidan sizlar ham pin qilib qo'ysanglar, mana pin. Mana yuqorida turibdi, pin qilib qo'ysam, o'sha joyda turadi. Hozir kirib ketdi mana. Xo'p, bizda hisobotga o'tdik. Endi shu bosamiz. Mana quyidagi holatda bizga screenshot qilib berdi. Xo'p, endi bu yerdan siz PDF qilib saqlab olishingiz mumkin. Mana PDF tugmani bosib kirib ko'rsak, xuddi shunaqa qilib turib saqlash mumkin. Xo'p, bu yerda men nastroykasiga teganim uchun hozir shunaqa chiqyapti. Bu yerdan o'zgartirishlarimiz mumkin bo'ladi. O'zingizlarga mos holatda chiqarib olasizlar. Savollaringizni kommentariyda qoldiring. Menga muhim bu, sizlarda qanaqa g'oyalar bor, shuni oson varianti, lekin bizga yoqdi shu, chunki tepada sanalari turgani uchun. Kommentar описаниеda qoldiringlar. Like bosing. Keyingi darslarda ko'rishguncha